Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Biz Qur'on foydalanish, uni ortidagi falsafa, tarix va huquqlar haqida turkum suhbatlar qilishni boshlaganmiz. Bu 4-chi suhbatimiz bo'ladi. Oldingi suhbatlarda biz qadimgi o'sha Yunon davrida bunga bo'lgan yondashuv qanday edi? Ularni ko'rib chiqdik. Xususan o'sha Geraklitni, Falesni va Aristotel va Platonning fikrlarini, undan keyin Yevropa uyg'onish davri mutafakkirlarining bir qancha fikrlarini ko'rib chiqdik. Va bugungi suhbatimizda, bugungi qismda biz uyg'onish davri, o'sha ma'rifatparvarlar davri deydi. O'sha davrdagi Charles de Montesquieu va Jean-Jacques Rousseau va boshqa bir qancha faylasuflarning fikrlarini ko'rib chiqamiz. Agarda siz bu suhbatga kirgan bo'lsangiz, kanalda oldingi suhbatlar yozuvlari tartibidan eshitib chiqishingiz mumkin. Demak, boshladik. Montesquieu bu odam 17-asrda yashagan, 1689 va 1755-yilda Qonunlar ruhi asari muallifi, kitobining muallifi. Buning qurol ko'tarish masalasiga doir fikrlarini ko'rib chiqaylik. Montesquieu Gobbesga qarshi eng muhim mutafakkirlardan biri. Ya'ni, agar Gobbes xavfsizlik uchun erkinlikdan voz kechish kerak deydigan bo'lsa, ya'ni Gobbes nimani xohlardi? Thomas Hobbes, ya'ni Leviathan asarining muallifi. Agar hammada qurol biladigan bo'lsa, bu oxir-oqibat hammaga qarshi urushni olib kelishi mumkin degan bir qarashga ega edi. Ya'ni agar biz davlat degan bir tashkilotga erkinligimizni beramiz, u bizga tartibni, tinchlikni, xavfsizlikni ta'minlaydi degan fikrda edi. Montesquieu esa bunga qarshi chiqib aytadiki, erkinlik bo'lmasa, xavfsizlik zolimlikka, ya'ni zulmga aylanadi deydi. Agar erkinlik mavjud bo'lmasa, davlat Leviathan uni zulm qilish uchun ishlatadi. Endi bu haqda uning asosiy asari Qonunlar ruhi, buni o'qiganmiz. O'zbek tiliga tarjima bo'lgan. Montesquieuning asosiy savoli shundanki, qanday qilib davlat kuchli bo'lib, xalq erkin bo'lib qolishi mumkin deydi. Ya'ni qanday qilib Leviathan degan tashkilot, institut, davlat degan tashkilot hamma erkinlikni o'ziga jamlasa, suverenitetni kuchni o'zida jamlasa, xalq qanday qilib erkin bo'lib qolishi mumkin degan savolni beradi. E'tibor bering, hamma faylasuflarda, olimlarda bu hammasini qatini qarasangiz, savol berishdan boshlaydi. Eng muhim narsa mana shu savol bera olish. Ya'ni ma'lum bir masalaga nisbatan savol bera olish bu juda muhim ko'nikma hisoblanadi insonlarga. Xo'p, Montesquieu aytgan, ya'ni qanday qilib davlat kuchli bo'lsa, xalq erkin qolishi mumkin savolni berib, buni nimaga aytmoqda? Chunki bu savol qurol ko'tarish huquqiga bevosita bog'liq. Chunki quroldan foydalanish bu kuch ramzi, ya'ni kuchni ishlatish ramzi hisoblanadi. Endi Gobbesga qarshi g'oyasi shundaki, hokimiyat tabiatan buziladi deydi. Tushunasizmi? Hokimiyat tabiatan buziladi. Ya'ni bu yerda panteistik fikr nazarda tutilmoqda. Ya'ni hokimiyat absolutlashsa, bir kishini, bir institutni qo'liga jamlashsa, tabiatan buziladi. Gobbes fikri nima edi? Inson tabiatan yomon, buzuq, ya'ni inson o'sha yulg'ich, bo'laga ko'ra olmaydi, haligi o'zini manfaatini o'ylaydi va hokazo. Inson tabiatini yomon, ya'ni desa, ya'ni Gobbes davomida aytadiki, davlat hamma narsani nazorat qilishi kerak degan fikrni aytadi. Montesquieu esa hokimiyatni olgan har qanday inson uni suiiste'mol qiladi dedi. Inson tabiatiga murojaat qilyapti. Hokimiyatni olgan har qanday inson uni suiiste'mol qiladi, qachonki u tekshirib, nazorat qilib turilmasa. Agar davlat hokimiyatni olgan kishi farishta misoli bo'lsa ham, uni harakatlari, qarorlari, hayoti
nazorat qilib turilmasa, xalq tomonidan u o'zini suiiste'mol qiladi degan. Va bu fikrda juda katta asos bor. Mana shu fikrni yaxshi tushunish kerak. Hokimiyatga eng farishta, gunoh qilmaydigan, xato qilmaydigan boshqa odam olib kelsangiz ham bir yilda hokimiyat uni aynitadi. Chunki hokimiyatda hamma narsa bor. Iroda, jazolash, mukofotlash, hamma narsa bor. Bekorga Leviathan deb nom olmagan. Xo'p, Monteskini iborasi, mashhur iborasi shuki, hokimiyatni to'xtatish kerak yoki nazorat qilish kerak, harakatlarni cheklash kerak degan fikr. Ya'ni hokimiyat bitta institutga emas, turli institutlarga bo'linishi kerak. Ijro hokimiyati, qonun chiqaruvchi parlament va shu nazorat qiluvchi sud organi. Sud qiladigan organga 3 ga bo'linishi kerak degan fikrni shakllantirgan. Ya'ni bundan shuna xulosa chiqarsak bo'ladiki, agar faqat davlatning qo'lida qurol bo'lsa, ya'ni qurol ishlatishni davlat o'ziga monopoliya qilsa va xalq butunlay qurolsiz bo'lsa, qurol bo'lmasa xalqni, bu zolimlikka ochiq eshikdir degan fikrni aytsak bo'ladi. Ya'ni Monteskini fikridan kelib chiqadigan. Ya'ni faqat davlatda monopol qurol ishlatish huquqi bo'lsa, shu armiyadan, milliy gvardiyadan, davlat xavfsizlik organi va hokazolar orqali faqat o'zida qurol ishlatishni monopoliya qilib olgan bo'lsa va xalq butunlay qurolsiz bo'lsa, bu oxir-oqibat davlatni xalqiga nisbatan zolimlikka, zulm qilishga olib boradi degan fikrni maqsadga chiqarsak bo'ladi, Monteskini fikridan. Endi qurol ko'tarish erkinlikni saqlovchi bir mexanizm sifatida qarashi. Monteski har kim qurol ko'tarsin deb aytmaydi. U aytayotgan narsa bu muvozanatdan iborat. Uni mantig'ini agar chuqurroq qaraydigan bo'lsak, agar davlatda faqat bitta kuch bo'lsa, bitta kishini qo'lida jamlansa, qirol, monarx, avtoritar shaxs, diktator, prezident, bosh vazir va hokazo bitta kuchni qo'lida jamlansa, zulm paydo bo'ladi deydi. Agar kuchlar muvozanatda bo'lsa, erkinlik saqlanadi degan fikrni aytadi. Qurol bu yerda hujum uchun emas, balki hokimiyatni haddan oshishdan tiyib turuvchi omil sifatida qaraladi. Misol uchun tasavvur qiling. Faqat politsiya quroli bor, politsiyani, militsiyani. Xalq mutlaqo qurolsiz. Sudlar ham bu jarayonda nima oxir-oqibat hokimiyatga bo'ysunadi deydi. Bu holatda qonun qog'ozning o'zida qoladi, erkinlik so'zni o'zida qoladi. Monteskiy uchun bu soxta qonuniylik deb aytadi. Ya'ni qonunda ruhi yo'q degan ruhsiz qonun sifatida tushunsak bo'ladi. Bekorga qonunlar ruhi demagan. Qonunda ruhi bo'lmasa, bu ishlamaydi. Endi qonun ruhi va milliy tabiat. Monteskiy juda muhim fikrni aytadiki, qonunlar hamma joyda bir xil bo'lishi mumkin emas. U ma'lum bir narsalar hisobga olishga undaydi. Misol uchun xalqni fe'l-atvori, tarixi, iqlimi, diniy madaniyati va hokazolarni. Shu sabab Monteskini fikridan kelib chiqadigan bo'lsak, qurol ko'tarish huquqi ham absolyut emas deydi. U jamiyat ruhiga mos bo'lishi kerak. Misol uchun bu juda muhim, chunki Monteskiy Amerika tipidagi qurol erkinligini universal qonun sifatida ko'rmaydi. Misol AQShdagi quroldan foydalanish huquqini Monteskiy uchun fikrlaydigan bo'lsak, bu universal qonun deb tushunmasligimiz kerak. Ya'ni hamma uchun bir xil bo'lishi kerak degan narsa. Monteskiy uni iqlimga, diniy holatiga, jamiyatda, tarixiga, xalqning fe'l-atvoriga qarab turib, har xil bo'ladi. Endi respublika va fuqaroviy fazilat haqida gaplashaylik. Monteskini fikriga ko'ra, respublika bilan siyosiy bu yerda axloqiy fazilat emas, siyosiy fazilat nazarda tutilmoqda. Mana shu farqni bilib oling. Respublika faqat fazilat, siyosiy fazilat bilan yashaydi. Fazilat bu mas'uliyat, fuqaroni o'zini tiyishi, umum manfaat shaxsiy manfaatdan ustun qo'yishi. Ya'ni xalq manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish.
Agar jamiyatda axloq buzilgan bo'lsa, ochko'zlik ustun bo'lsa, utilitaristik yondashuv bo'lsa, nafs boshqarayotgan bo'lsa, endi nafs deyotgani men o'zimdan qo'shib aytyapman. Ya'ni inson o'zini faqat siyosiy fazilatidan voz kechib, faqat o'zini shaxsiy manfaati, nafsi uchun qarayotgan bo'lsa, bir kishi, bitta jamoa, bitta oila jamiyatda hamma narsani bo'lib olgan bo'lsa, o'zini manfaati yo'lida. Bunday jamiyatda quroldan foydalanish huquqini berish erkinlikni emas, xaosni, ya'ni tartibsizlikni, fitnani yuzaga keltiradi degan fikrni chiqarsak bo'ladi bundan. Shuning uchun Montesquieu bo'yicha birinchi respublikada axloq, ya'ni siyosiy fazilat plus qonun va hokimiyatlar, balanslangan hokimiyatlar bo'lsa, mana shu muvozanat orqali qonun, ya'ni shu quroldan foydalanish yaxshi natijaga olib keladi deydi. Qanday natijaga? Erkinlikni saqlash natijasiga. Agar axloq bo'lmasa, qonunlarning ruhi bo'lmasa, faqat yuzaki bo'lsa va hokimiyat balanslanmagan bo'lsa, ya'ni bitta bir kishining qo'lida jamlangan bo'lsa, avtoritar shaxs qo'lida. Bu yerda quroldan foydalanish huquqini berish aksil noto'g'ri salbiy natijaga olib keladi degan fikrda olishimiz mumkin. Ya'ni uchalasi ham bir-biriga bog'langan. Buni misol Qirg'iziston misolida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Qirg'iziston hududida o'sha quroldan foydalanish masalasi ko'rishimiz mumkin. Xudo xolasa buni suhbat davomida turli xil davlatlarda misollarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun Afg'onistondagi holat, quroldan foydalanish yoki Pokistondagi holat. Boshqa davlatlardagi qurol, misol uchun Braziliyani oladigan bo'lsangiz, axloq buzilgan, qonunning ruhi yo'q, hokimiyat muvozanatlashmagan va u yerda quroldan foydalanish juda noto'g'ri salbiy oqibatlarga nima olib kelganligini kuzatishimiz mumkin. Hop, Montesquieu va Aristotel o'rtasidagi bog'liqlik, korrelyatsiya nima? Hop, u Aristoteldan kuchli ta'sirlangan. Aristotelda mashhur bir gapi bor. Davlat fazilatli hayot uchun mavjud degan fikr bor. Ya'ni fazilatli hayot uchungina mavjud. Montesquieu buni siyosiy tizimga qaysidir ma'noda aylantirdi. Ya'ni fazilat bo'lmasa, fazilatni yana bir aytdi, yana bir marta aytdi, siyosiy fazilat aytilmoqda bu yerda. Axloqiy fazilat emas. Siyosiy fazilat bo'lmasa, qonun ishlamaydi. Qonun bor, qog'ozlar, kodekslar to'lib toshgan, lekin qonun ishlamaydi. Qonun ishlamasa, quroldan foydalanish zo'ravonlikka aylanadi deydi. Haqiqat to'g'ri gap. Qonun zo'ravonlikka, chunki siyosiy fazilat yo'q, erkinlikni, adolatni, tenglikni yaxshi ko'rish yo'q va nima yo'q? Qonun ishlamaydi, sudlar ishlamaydi. Bunday holatda quroldan foydalanish huquqini berish aholiga, fuqarolarga, bu zo'ravonlikka olib keladi. Bitta tarafni boshqalar ustidan zo'ravonlikka olib keladi. Misol uchun, ijobiy model, ya'ni mana Montesquieu fikri bo'yicha nima bo'lgan ijobiy bir davlat. Shveysariya. Hammada qurol bor, lekin intizom, madaniyat va qonun ustuvor. Yoshligidan tartib intizomli bo'lg'ayadi Shveysariyada fuqarolar, madaniyati yuqori, siyosiy fazilati nihoyatda yaxshi. Yani siyosiy jarayonlarga hamma aralashadi. Hech kim befarq qolmaydi. Ya'ni tenglik, adolat va boshqa masalalarga. Va qonun ustuvor. Ya'ni bu davlatda, Shveysariyada quroldan foydalanish huquqini berilganligi bu davlatga qarshi emas. Yani fuqarolar davlatga qarshi emas va davlat bilan nima muvozanatda yashaydi. Va bu Shveysariyani nihoyatda kuchli davlatga aylantiradi harbiy tarafdan. Shuning uchun hech bir davlat hozirgacha Shveysariyani bosib ola olmagan, o'ziga nima qila olmagan. Uni u yerda geografik joylashuvi, tog'larda joylashganligi va boshqa sabablar ham bor, lekin eng asosiysi mumkin. Mana shu misolda ko'rishimiz mumkin. Endi
Monteskini o'sha axloq, qonun va hokimiyatni balansi bo'lmasa salbiy oqibatlarga olib keladi degan fikrini oliy bir misolda ko'radigan bo'lsak, misol avtoritar davlatlar. Davlat o'ziga monopol quroldan foydalanish huquqini olgan. Faqat davlatda bu militsiyasi, DXXsi va boshqasi o'zini qo'lida jamlagan, markaziy o'sha nimasi harbiylari qo'lida. Xalq qurolsiz, davlat esa tish tirnog'icha qurollangan. Qonun bor, lekin uni ruhi yo'q. Qog'ozda, kodekslarda qolib ketgan. Sudlar mustaqil emas. Sudlar hokimiyatga bo'ysunadi. Va bu yerda nima bo'ladi? Tashqaridan chiroyli, tinch ko'ringanlik, ichidan sistematik bir tizimli nima xalqqa nisbatan zulm qilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu jarayonda agar mana shunday biror davlat mana shunday bo'lsa, siz uni nimada ko'ra olmaysiz, ochiq ko'zda, lekin ichkarida tizimli xalqiga nisbatan zulm qilishi mumkin. Xo'p, Monteskini xulosasi umumiy nimada qaraydigan bo'lsak, qurol bu maqsad emas. Qurol bu muvozanat vositasi. Nimani muvozanat? Hokimiyatni muvozanatlash vositasi. Ya'ni erkinlik qurolda emas dedi, balki butunlay qurolsiz ham bo'la olmaydi. Misol uchun erkinlik asos qurolda emas, ya'ni quroldan foydalanish emas, balki keyin butunlay qurolsiz qolgan odam ham erkinlikka ega bo'la olmaydi, da'vo qilmaydi. Uning asosiy ogohlantirishi shuki, agar hokimiyatni eng muhim juda mana shu Monteskini uchun. Agar hokimiyatni hech bitta cheklab tutmasa, qonun zulm quroliga aylanadi. O'sha hokimiyatga davlatdagi qonunlar zulm quroliga aylanadi. Chunki hokimiyatni tiyib turadigan, cheklab turadigan hech narsa yo'q. Na sud bor, na institutlar ishlaydi, na saylovlar shaffof bo'ladi va na xalqning qo'lida qurol bor. Bu jarayonda o'sha chiqarilgan hatto qonun hokimiyat tomonidan xalqqa zulm quroliga aylanadi. Endi Monteskini fikrlarini Amerika Qo'shma Shtatlarining otalariga, tashkil etgan ota prezidentlari degan 5 ta prezidentlariga o'sha aqlga hukumatga ta'sir. Xo'p, o'sha davrda yashaganligi uchun uni qonunlar asari ruhi otalariga nihoyatda ko'rsatdi. Ya'ni Monteskini fikrlari bir savol atrofida aylanadi-da. Insonni kimdan himoya qilish kerak? Haqiqatdan insonni kimdan himoya qilish kerak? Jinoyatchimi yoki davlatning o'zidan qo'yadi? Ya'ni Monteskini fikrini bir joyga, bir nuqtaga birlashtiradigan bo'lsa, insonni kimdan himoya qilish kerak? Jinoyatlarmi yoki eng katta jinoyatchi bo'lmish davlatning o'zidanmi? Ya'ni eng katta qaroqchi bo'lmish davlatning o'zidanmi? Ya'ni nimani gapi bor Mansur Olsonni. Oldin qaroqchilar nima edi? Ko'chmanchi edi, ko'chib yurardi deydi, hozirgilar deb davlatga sha'ni qilib, ular hozir kostyum shim kiyadigan, galstuk taqadigan o'tiroq qaroqchilarga aylandi dedi. Oldingi qaroqchilar endi institutsional qaroqchilik boshladi dedi. Ya'ni davlatlarda. Endi Monteskini nimani nazarda tutdi? Insonni kimdan biz himoya qilishimiz kerak? Jinoyatchidanmi yoki davlatdanmi? E'tibor bergancha jinoyatlar bu mayda-mayda nimalar, bu insonlar, ya'ni ularda sistematik bir katta o'zish qila olmaydi. Lekin davlatning o'zi o'g'ri bo'lishi mumkin. Bu javobi juda muhim. Eng katta jinoyatchi, eng katta xavf, eng katta qo'rqiladigan yoki eng katta xavf soladigan narsa bu cheksiz hokimiyatga ega bo'lgan davlat. Mana shu joy o'ta muhim bo'lsa. Eng katta xavf siyosiy nuqtai nazardan cheksiz hokimiyatga ega bo'lgan davlat.
Montesquieu'ning markaziy tushunchasi bu yerda erkinlik. Montesquieu'ning eng asosiy bu yerdagi asosiy markaziy tushunchasi bu erkinlik. Montesquieu uchun erkinlik bu xohlaganini qilish emas. E'tibor bering. Bugungi liberallardan mutlaqo farq qiladi. Montesquieu fikridagi erkinlik bu xohlaganini qilish emas. Ya'ni kallaga kelgan aqli kallasiga kelgan xohlagan narsani qilish emas. Mavjud qonunlar ostida ichida xavfsiz yashashdan iborat. Yani mavjud qonunlar bu o'sha qonunlarning ichida erkin maza qilib xavfsiz yashash. Maza qilib qo'shib deb aytdim. O'zi ya'ni qonunlarning ichida erkin ishonch bilan yashash. U shunday deydi. Erkinlik bu qonunlar ruxsat bergan narsani qo'rquvsiz qilish imkonidir deb aytadi. Bundan shunday bir fikr chiqarsak bo'ladiki, agar davlat cheksiz kuchga ega bo'lsa, hokimiyat bir kishini, bitta prezidentni, bosh vazirni, diktatorni va hokazoning qo'liga jamlansa, qonun ham qurolga aylanadi. Qonunni o'zi. Agar xalq mutlaqo qurolsiz bo'lsa, ya'ni qurolni tortib olgan bo'lsa davlat xalqdan, qonun zulmga xizmat qiladi. Ya'ni shu hokimiyatda o'tirgan shaxsni zulmiga xizmat qiladi. Endi hokimiyat Montesquieu'ning eng buyuk g'oyasi shuki, bu hokimiyatni bo'lish, uchga bo'lish. Ya'ni qonun chiqaruvchi parlament, ijro etuvchi hukumat va sud hokimiyati. Uning fikri shundaki, hokimiyatni to'xtatmasa, cheklab turmasa, nazorat qilib turmasa, erkinlik yo'q bo'ladi deydi. Misol uchun tasavvur qilingda. Tasavvur qiling. Hokimiyat uchga bo'linmayapti. Uchga bo'lingan bo'lsa ham yuzaki. Tashqaridan qarasangiz, parlamenti bor, deputatlari bor, saylovlar bo'lib turadi. Ijroiy organ bor, vazirliklari, sud organi bor, nazorat qiladi. Lekin hammasi yuzaki, tashqi hammasi bitta shaxsga, bitta hokimiyatga nima bo'ysunadi. Endi faraz qiling, bir odam qonun yozyapti, bitta odam, bitta oila, bitta jamoa, bitta elita. O'zi ijro qilyapti. Qonunni o'zi yozyapti, o'zi ijro qilyapti va o'zi hukm chiqaryapti. Bu zulmning mukammal formulasi. Ya'ni ham o'zi qonun yozsa, ham uni ijro qilsa, ham o'zi hukm chiqarsa. Bu zulmning eng oliy mukammal formulasi. Endi Montesquieu'ning fikrini chuqurroq nima qilib fikrlaydi. Ya'ni Montesquieu har kim qurol olib yursin demaydi. Lekin uni tushuntirmoqchiki, qurol bu siyosiy muvozanat masalasi demoqchi. Unga ko'ra qurol faqat davlat qo'lida bo'lsa, davlat mutlaq kuchga ega bo'ladi deydi. Xalq mutlaqo qurolsiz bo'lsa, qo'rquv paydo bo'ladi deydi. Qo'rquv bor joyda erkinlik o'ladi. Demak, bu fikrdan fikr chiqarsak, jinoyat vositasi emas, ya'ni hokimiyatni cheklovchi omil bu yerda. Ya'ni hokimiyatni cheklab turishgina erkinlikka olib keladi. Ya'ni fuqaroni bu yerda passiv bir qatnashmaydigan mavjudot emas deb aytadi. Buni fikriga ko'ra fuqaro mas'uliyatli, qonunga bo'ysunuvchi, lekin mutlaqo ojiz bo'lmagan mavjudot sifatida ko'radi inson. Agar fuqaro butunlay qurolsiz bo'lsa, u faqat itoat qilishni biladi xolos. Itoat esa vaqt o'tib qullikka aylanadi. Ya'ni agar fuqaro butunlay qurolsiz bo'lsa, u faqat itoat qiladi rahbarlarga. Itoat esa vaqt o'tib qullikka aylanadi. Ya'ni qullikning boshqacha formulasi. Kastim shunga degan qulga aylanadi. Ya'ni Montesquieu endi nimaga Rim Respublikasini maqtagan? Rim Respublikasini, imperiyasini emas. Nega? Chunki Rimda fuqarolar qurollangan edi. Lekin bu anarxiya emas edi. Qurol respublikani himoya qilish uchungina bor edi. Ya'ni qurol bor, qonunlar bor, siyosiy fazilat bor va erkin respublika. Ya'ni
Montesquieu nimaga qarshi chiqqanligini agar oddiyroq tilda aytadigan bo'lsak, u mutlaq monarxiyaga qarshi chiqqan. Ya'ni qurolni qo'lida jamlangan hamma hokimiyat, xalqdan tortib olingan qurol natijada nima qo'lga asoslangan tartibni kuzatishimiz mumkin. Yoki harbiy despotizm. O'sha harbiy nimada birlashtirish. Ya'ni qo'rquv asosida, xuddi o'sha Shimoliy Koreya bo'lsin yoki hozirgi Rossiya Federatsiyasi bo'lsin, ya'ni hamma qo'rquv orqali xalqni birlashtirish. Endi AQShga ta'sirini ko'rib chiqaylik. AQSh konstitutsiyasi va Montesquieu. AQShning asoschi otalari Madison, Hamilton va Jeffersonlar Montesquieuning eng buyuk siyosiy falsafa deb bilgan. Ular hokimiyat Montesquieudan hokimiyatni uchga bo'lish, erkinlikni himoya qilish va davlatni cheklashni o'zi konstitutsiyani yozishda asosiy maqsadlari deb bilgan. Endi qurol ko'tarish huquqi, ikkinchi amendment, o'sha ikkinchi nima? AQSh konstitutsiyasidagi mashhur jumla shuki, yaxshi tartibga solingan militsiya erkin davlat xavfsizligi uchun zarur dedi. Ya'ni yaxshi tartibga solingan militsiya erkin davlat xavfsizligi uchun zarur. Chunki AQSh dunyodagi eng katta nimaga ega? Katta militsiya tizimiga ega. Xo'p, Gobbsdan emas, Lokdan qisman olgan. Montesquieuning ruhidan kelib chiqqan. Qonunlar ruhidan. Maqsad jinoyatchiga qarshi kurashish emas, balki potensial zulm qilishi mumkin bo'lgan davlatga qarshi muvozanat saqlash uchun yozilgan band. AQSh otalari tomonidan yozilgan band. Ya'ni u yerda AQShdagi konstitutsiyaning asosiy ma'nosi shuki, bitta maqsad uchun yozilgan. Qanday qilsak, biz hokimiyatni monarxiyaga aylanishini, qurolga aylanishini, ya'ni misol Washingtonga qirol bo'ling deb taklif qilishgan AQShda. U yo'q degan. Jorj Washingtonga. Va qanday qilib turli xil formalarda hokimiyat bir kishining qo'lida jamlanishini oldini olishimiz mumkin degan maqsadda konstitutsiya yozilgan. Va quroldan foydalanish huquqi ham aynan shundan. Agar hokimiyat bir kishining qo'lida, bir partiyaning qo'lida, bir elitaning qo'lida birlashishni boshlasa, xalq siyosiy fazilatini namoyon etib, erkinligini ta'minladi va shuning xalqning qo'lida qurol bo'lishi kerak degan masalani aytgan. Xo'p, endi buni afzallik tomoni AQShda fuqarolari uchun, davlat uchun emas. Fuqarolar, AQSh fuqarolar hokimiyatdan qo'rquv yo'q. Hokimiyatdan qo'rqmaydi. Fuqaro o'zini subyekt sifatida his qiladi. Lekin Montesquieu aytgan axloq masalasi, siyosiy axloq, fazilat masalasi AQSh fuqarolarida jiddiy muammolar bor. Muammo haddan tashqari, ya'ni chegaradan chiqqan individualizm.